Bu mutolaani tarixida birinchi marta nashriyotlar bilan rasman bunaqa memorandum imzolanishi. Men o'ylaymanki, bu bir tarixiy voqea o'ziga xos. Chunki mutolaadagi loyihaning o'zi favqulodda bo'lishi, buni mana hozir 2 millionga yaqin insonlar foydalanishi, 3 mingdan ortiq audio elektron kitoblar borligi va mana jamoatchilikda, ijtimoiy tarmoqlarda juda bir iliq kutib olinishi bizga to'g'risi kuch-quvvat beradi. O'zinglar mana bizlar bilan bir hamkorlikda ishlashni bir reja qilib, vaqt ajratib, shuni bir ustida ishlaganimiz uchun avvalambor o'zim nomidan, jamoa nomidan alohida rahmat aytmoqchiman. O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi 101 yoshga to'ldi. Bir asrdan oshdi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani e'lon qilinganiga 100 yil to'ldi. Demak, bu davr bilan baqadam ketyapti. Mana bugun 10-aprel ekan, Qodiriy bobomizni ham eslaymiz. Hatto biz hozir Qodiriy bobomizni O'tgan kunlar, Mehrobdan Chayon, otam haqida kitoblarni nashrga tayyorladik. Hozir yaqin orada ko'rinadi. O'sha mutolaa platformasida qabul qilinadi. Bu yerda ham o'qishlari mumkin.